Aqlli bola dunyodagi birinchi bolalar oziqasi organik yod bilan va 140 ta vitamin va minerallar dengiz o'tlaridan. Yod yetishmovchilik belgilarini o'tkazib yuborish juda oson. Xotira, e'tibor va aqlning pasayishi, noto'g'ri metabolizm, charchoq, yomon kayfiyat, qalqonsimon bez muammosi va immunitet pasayishi. Kundalik yod iste'molini qanday qilib olish mumkin? Ko'rib turgandek, bu treska, ko'kragi va loviyadan. Farzandlaringiz ovqatlanishiga aqlli bolani kiriting. Bir pouch paketda bolalar uchun minimal kunlik yod miqdori mavjud va 140 tadan oshiq vitamin, minerallar, polisaxaridlar, omega 3 va 6 kislotalar mavjud. Organik yod laminariyadan 100% tabiiy, tana uchun xavfsiz, yon ta'siri yo'q, u tez va oson hazm qilinadi va ko'plab foydali xususiyatlarga ega. Paketlangan texnologiya biz laminariyaning hujayra devorini buzganimiz va gidroliz shakliga ajratib olganimiz, tabiiy meva pyuresi qo'shganmiz. Natijada aqlli bola pyuresi tez va oson hazm bo'ladi va 3 shaklda ko'rsatib bizga yetkazib berilgan. Aqlli bola sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qilish bolalikdan boshlanadi.